Assalomu alaykum akalar. O'zimizni yaqin akamiz mana nabor zakaz qiluvdi, olib kelib beryapman. Hormin. Aka nabor tayyor bo'ldi, xudo xolasa. Ko'rish bo'yicha bitta aka. Cho'tki chiqdi, go'zal. Bo'lardimi aka? Yoqdimi? Ha, rahmat aka. Xudo xolasa do'konlarda ham ochib olib qulluq bo'lsin. Ha, rahmat aka, sizlarga ham bo'lsin. Qanaqa bu yemlaringiz nima xususiyatga ega akaxon? Endi mana bu yemimizga xudo xolasa aka 11 xil narsa qo'shilgan. Yangilik xudo xolasa novvoslarga, sigirlarga, qo'ylarga, sigirlar Na aka? novvoslar tezlashtiradi semirishini, oldini. 5-6 oyda tayyor bo'ladigan mollar 2-3 oyda tayyor bo'lyapti deyapti. Ana gaplar rostmi aka? 5-6 oyda tayyorlangan 4 oyda, 2-3 oyda emas, 4 oyda tayyor bo'ladi. Bo'ldi akalar. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Hozir manzilni bitta tushuntirib o'taman sizlarga. Akalar, manzilimiz Sharxonni kurugidan kelishda bahor to'yxonasi bor. Xudo xolasa bemalol kelishinglar mumkin. Mana bahor yem va don mahsulotlari deb ochib qo'yganmiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa kelaverasizlar akalar. Leboy narsalar bor.